Nimaga biz songa ishlaymiz biz? Rasululloh 33 gacha sananglar demaganlar, 33 marta aytinglar deganlar. Sananglar bas, aytinglar deganlar. Tasbihni o'tkazishini ko'rib ko'z baribir tushadi-ku. Ahmad berasiz. Yo qo'lida sanaydi. Hatto endi ochig'ini aytganda-da, sizlardan ko'ra bizning arab tiliga tilimiz yaxshi keladi. Sizlardan ko'ra yaxshi keladi bizga. Hatto biz sizlarchalik tez ayta olmaymiz. Mayli 16 marta aytganingizda imom alhamdiga o'tib ketaversin mayli. 4 marta aytganingizda mayli Allohu akbarga o'tib ketaversin. 33 ta 7 bo'linib ketgan yarimi yo'q pul yaxshimi yo bitta butun pul yaxshimi? Bitta ayting, to'liq ayting. Go'zal ayting, chiroyli ayting. Allohimizning ismi to'liq chiqsin. Subhanalloh bo'lsin.